Men o'zim yashab turgan uyni srochno sotyapman. Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Rishko'prik mahallasida joylashgan. 4 sotiq yer uchastkasi. Men sizlarga hozir uyimni to'liq obzorini qilib beraman. Gaz, svet, suv, hech qaysida muammo yo'q, hammasi bor. Hozir qisqacha obzorini qilib beraman. Mana sotilayotgan uyimiz. Mana uyimizning to'liq ko'rinishi. Uyimiz 4 sotiq. 1 sotiq yeri 10 mingdan, 4 sotig'i 40 ming bo'ladi. Plus mana shu ko'rib turgan zdaniyalar bilan birga yana 10 ming qo'shiladi. Shunda hammasi общий 10 ming qo'shildi, 50 ming narxga aylandi. Men o'zim yashab turgan uyni srochno sotyapman. Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Rishko'prik mahallasida joylashgan. 4 sotiq yer uchastkasi. Men sizlarga hozir uyimni to'liq obzorini qilib beraman. Gaz, svet, suv, hech qaysida muammo yo'q, hammasi bor. Hozir qisqacha obzorini qilib beraman. Mana shu ko'rib turgan uyinglar mana korobka holatida. Ikkita xona, birinchisi, ikkinchisi va mana shu yerda ayvon. Yonida yana bitta ayvoni bor. Ikkita xona, ikkita ayvon bo'ldi. Bu yoqda Vremyanka ikkita xonasi bor. Mana shu to'g'ridagi eshikdan kiriladi. Uni yonida oshxona, undan keyingisi kladovka va oxirgisi hojatxona. Mana sotilayotgan uyimiz. Mana uyimizning to'liq ko'rinishi. Uyimiz 4 sotiq. 1 sotiq yeri 10 mingdan, 4 sotig'i 40 ming bo'ladi. Plus mana shu ko'rib turgan zdaniyalar bilan birga yana 10 ming qo'shiladi. Shunda hammasi общий 10 ming qo'shildi, 50 ming narxga aylandi. Mana sotilayotgan uyimiz. Mana uyimizning to'liq ko'rinishi. Uyimiz 4 sotiq. 1 sotiq yeri 10 mingdan, 4 sotig'i 40 ming bo'ladi. Plus mana shu ko'rib turgan zdaniyalar bilan birga yana 10 ming qo'shiladi. Shunda hammasi общий 10 ming qo'shildi, 50 ming narxga aylandi. Mana sotilayotgan uyimiz. Mana uyimizning to'liq ko'rinishi. Uyimiz 4 sotiq. 1 sotiq yeri 10 mingdan, 4 sotig'i 40 ming bo'ladi. Plus mana shu ko'rib turgan zdaniyalar bilan birga yana 10 ming qo'shiladi. Shunda hammasi общий 10 ming qo'shildi, 50 ming narxga aylandi.